Toshkentda metan yo'qligida biz Sirdaryoga propan o'rnatgan keldik, do'stlar. Cobalt mashinamizga biz propan o'rnatamiz. Sirdaryoga kelganimizda Cobalt mashinamizga propan ustonovka qilgan. Dodasini qo'ymoqchimiz. Reduktorimiz mana mana shu qo'yiladi. Buni toza Italiyada dedilar. Balon Kretali Belarus baloni ekan. Elektrilari bu, mana ko'rasizmi? Og'irligi 25 kg. Hozir Xitoy balonni ham ko'rsatamiz. Biz aynan shuni taqib Cobalt mashinamizga. Xitoy balonninki tashqarisida bo'lar ekan, ustida bo'lar ekan, mana 21 kg. Farsunka. Farsunka real. Original plombalar bo'ladi. Qatiki bu. Italyanski bu. Toza Italiya. Italiya bo'ladi. Tushunarli. Filtrlar, razil filtrlari. Ishlangan. Fagumit bo'ladi. Bu togoshlarga bo'ladi, Polsha bilan farqlangan. Bu nima uchun qo'yiladi? Bu fit bermaydi, ustidan qo'yib yubormaydi. Propan uchun spesial chiqarilgan bu. Tushunarli. Terma trubka, mana mana shu ekan, bolalar. Xullas, mashinamizga eng navbatda o'rnatamiz. Ichini qo'yganiga shunga nima fikr bildirasiz, aka? Qo'ysa bo'ladi. Zapravishni ham perexatliklar zapravka qilishadi, lekin bu yoqdan kondensat oqadi propandan. Kondensat oqqandan keyin kraskaga ziyon tegadi. Ishlarni shoshilmaysizlar, sababi individual chiqish uchun ozgina vaqt ketar ekan. Mashinamiz tayyor bo'ldi, do'stlar. Buning narxi 3 million 600 ming bo'ldi. To'g'ri, 2 millionga ham bordi, lekin biz aynan shuni tanadik. Videoga like bosib, yoqimga jo'natib qo'yinglar.